Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining tashabbusi bilan Toshkent viloyati Madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi bolalar musiqa va san'at maktablari o'qituvchi va o'quvchilari uchun Ohangaron tumanidagi bolalar musiqa va san'at maktabida fan haftaligi doirasida xalq cholg'ulari yo'nalishi bo'yicha mahorat darsi tashkil etildi. Hozir shu haqida. San'at har bir xalqning ma'naviy boyligini aks ettiradi. Xususan milliy musiqa an'analari asrlar davomida shakllanib, xalqning o'ziga xos ruhiy olamini namoyish etadi. Shu sababli bu an'analarni yosh avlodga yetkazish va ularni milliy musiqa san'atiga oshno etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadbir ham o'quvchilar orasida milliy musiqa an'analari va ijrochilik madaniyatini keng targ'ib qilish maqsadida tashkil qilindi. Bu fan haftaligida O'zbekiston Davlat konservatoriyasining professor o'qituvchilari tashrif buyurdi va o'ylaymizki, mana shu professor o'qituvchilardan bugungi mahorat darsida o'ziga bilim ko'nikmalari olgan o'qituvchilarimiz kelajakda dars berish jarayonida yoki bo'lmasa dars olish jarayonida o'ziga as qotadi degan umiddamiz. Qanchalik bu mahorat darslarini ko'proq o'tkazadigan bo'lsak, o'qituvchi xodimlarimiz va o'quvchilarimiz o'ziga bilim ko'nikmalarini yana ham ko'proq o'zlashtirishga kafolat beradi degan umiddamiz. Mahorat darsida O'zbekiston Davlat konservatoriyasining mahoratli o'qituvchilari hamda musiqa maktabi o'quvchilari ishtirok etishdi. Ular o'z tajribalari asosida yoshlarga xalq cholg'ularida ijro etish usullari, musiqiy asarlarni ifodalash hamda sahnada chiqish madaniyati haqida qimmatli ma'lumotlar berdilar. Avvalambor bu yo'nalishda ta'lim olayotgan katta kichkina bir o'g'il qizlarimizni ijrolaridan juda ham mamnun bo'ldik. Chiqishlaridan juda ham xursand bo'ldik. Hozirgi bolalarimiz juda ham bir intellektual salohiyatga ega bo'lgan, hozirgi yoshlar bir talaba juda ham bir ozgina balandroq bo'lgan o'g'il qizlarimiz shakllanib kelishmoqda. Bu maktabda Qashqar bobida o'qigan bir talabamiz ayniqsa e'tirof qilsak bo'ladi. Tosh qizlarimizni ham misol uchun e'tirof qilib aytib ketsak bo'ladi. Umuman olganda bu tadbirlar juda ham muhim deb o'ylayman. Jarayon davomida o'quvchilar milliy cholg'ular, do'mbira, rubob, dutor, g'ijjak, chang va nay kabi cholg'ularning o'ziga xos ijro uslublari bilan tanishdilar. Shuningdek, yosh ijrochilar o'z chiqishlarini namoyish etishdi va ustozlaridan qimmatli maslahatlar oldilar. Tadbir yakunida ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi.